Bugun sizlar bilan ichki yoniga dvigatelli svechasi haqida ma'lumot beramiz. Buni qanchada almashish kerak? Bu ehtiyot qismi ketgan ekan, avtomobilda qanaqa o'zgarish bo'ladi va bu nechta pulga almashadi. Bugun sizlar bilan xuddi shu haqida gaplashamiz. Qo'limdagi Spark avtomobilda svechasi bo'ladi. Buni qanchada almashish kerak degan savolga siz avtomobilingizda yoqilg'isi qanaqa? Benzin yoki gaz, propan, metan. Endi siz agar benzin yurgan bo'lsangiz, sifatli benzin qo'yib yurgan bo'lsangiz, bu 40 ming 50 ming kilometr xizmat qilib beradi. Agar bordi-yu siz sifatsiz benzin qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, kerak bo'lsa 10 ming 20 mingdan ketib qolishi mumkin. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa, hamma avtomobillarda o'zining sredniy narxi bor. Endi Spark haqida gaplashyapmizmi? Oxirgi Spark haqida ma'lumot beramiz. Endi bu Spark avtomobiliga shu 75 mingdan to 150 ming 200 minggacha bor. Buni qanaqasini qo'yish kerak degan akalarimizni o'z ustingizga borib, maslahatlashib, o'sha ustidan aytgan svechasi qo'yasiz. Endi iloji bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, mana shu babina, mana shu mushtigi bo'ladi. Agar mushtigi bilan baravar almashib olsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Agar ayrim avtomobillarda mushtigi bo'ladi, ayrimlarda bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda svecha kabeli bo'ladi. Mana shu ikkalasini baravar almashib olganingiz yaxshi. Endi bu svecha ketib qolganda avtomobilda qanaqa o'zgarish bo'ladi desangiz, avtomobilingizda rulda o'tirgan holatingizda ozgina vibratsiya bo'lib qoladi. Har doimgi avtomobilingiz tortishiga qaraganda ozgina оборот pastroq, sustroq bo'lib qolgan bo'ladi va qanaqadir ozgina agar benzin urgan bo'lsangiz, sasigan hid ham chiqib qoladi. Chunki sasigan hid sababi yoqilg'ingiz chala yonib chiqqani hisobiga gulishtirdan shuna hid chiqarib yuradi va har doimgi qaraganda benzin rasxodingiz yoki gaz rasxodi ko'payib qoladi. Sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot beryapman degan umiddaman. Agar sizlarga nimadir aytolmay qolib ketgan bo'lsa, chunki sababi menda ham xato bo'lishi mumkin. Hamma xato qiladi. Xato qilmagan inson hali hech narsa qilmagan bo'ladi-yu. Xudo xohlasa sizlar qo'llab-quvvatlab tursalar, mana shu xatolarimiz ustida ishlab, sizlarga yaxshi, to'g'ri informatsiya berishda davom etamiz. Va buni endi iloji boricha ustiga tekshirtirib, aytgan bo'lsangiz, tekshirib qo'yganlaring yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin, yuzdan tabassum ta'kidlasin. Avtoprofessiya kanaliga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.